Hürmetlik vatandaş leksiyelerimizi devamlaştırımız. Arasam yağmur toktaptı baytamçılık antep. Genç İsa 2019 yıl 5. ayının 28. günü. Hepteki seyşembe. Leksiyelerimizi bunda devamlaştırımız. Mavzumunda vatandaş. Amerika. Tayvan 40 yıldan beri yukarı katlam devlet bexaterligi amaldarları birinci qatam görüştü. Mavzuda haber 5. ayının 27. günü Amerika avazından Xitay programımız ilan kılındı. Haber bunda başladı. Tayvan hükümeti bunda görsetti. Amerika ve Tayvan'ın devlet bexaterligiga mas'ul yukarı derecelik amaldarları görüştü. Hemkarlaşış meselesini muhakeme kıldı hem de bu. 40 yıldan beri ki Amerika Tayvan yukarı derecelikle tünce qatam görüşken hesaplandı. Tayvan Tashqi ishlar Ministerligi haftaning 6. gün ilan kılgan bayanatida bundaq ko'rsatdi. Tayvan Bexaterlik Majlisining kotibi Lidabi ve Aqsaray Devlet Bexaterlik işleri yardımcısı John Bolton 5. ayda sel burun görüşüp fikirleşti. Jungo Tayvan'ı birlik keltirgan ülke dep qaraydi. Şundaqla Tayvan'ı qoral kuch bilan birlik keltirishdan voz kechgan emas. Amerika bilan Jungo o'rtasidagi munosabat navbatdagi savdo o'lishi tufayli ve Amerikaning Janubiy dengizda davomli erkin qatnashishga oshirganligi sababli tahama ciddileşti. Amerika bilan Tayvan'ın yukarı derecelik devlet bexaterlik amaldarları bilan uchrashganligi Tayvan Prezident Trump hükümetinin Tayvan'ı qo'llaydiganligi to'g'risida bildirilgan signal deb qaradı. Beijing Tayvan Prezident Tsai Ing-wen prezident bo'lib saylangandan beri Tayvan'ga harbiy jihatda ve diplomatiya jihatda izchil bosim ishlatdi. Tayvan Tashqi ishlar Ministerligining bayonotida bundaq ko'rsatildi. Katip Lidabi 5. ayının 13. günüden 21. günügacha ziyorat qilgan mezgilda Amerikada Aqsaray Davlat ishlar bexaterligi maslahatchisi John Bolton bilan ko'rishdi. 5. ayının başlarında Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tayvan'ı qo'llaydigan ve Tayvan munosabatlarini kuchaytiradigan qonun loyiha ma'qulladi. Amerika Qo'shma Shtatlari beşburcaklik bino 2010 yıldan beri Amerika'nın Tayvan munosabatlari qonuniga asoslanib Tayvanga 10 milyard 500 milyon dollarlik harbiy qurol-yarog' sotib bergan. Demek 40 yıl bo'ldi Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzgan. Shundan beri har xil ko'rishlar bo'lib turgan bo'lsa-mu, lekin tuvan darajada. Bu qatam endi Tayvanni izchil qo'llaydigan va qo'llab kelayotgan navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsarayda davlat bexaterligi bo'yicha maslahat John Bolton bilan Tayvan'ın shundaq bir komitetining boshlig'i Lidabining ko'rishganligi bu bir ish. Vatandosh, siz uchun, biz uchun bu bir ish. Oddiy ish emas.